Assalomu alaykum hurmatli aziz vatandoshlar. Bu Samarqand viloyati Katta Qo'rg'on, demak, Payshanba Chig'otoy mahallasi, adashmasak. Chig'otoy mahallasiga keldik. Bu yerda Payshanba deydi, Chig'otoy. xo'p, Payshanba mahallasi. Katta Qo'rg'on Payshanba mahallasi. Assalomu alaykum hammaga. Yana bir bor. Mana akalar Katta Qo'rg'onda Payshanbadagi ishimizni nasib bo'lsa yakunladik. To'liq ta'zirotlar, darvozaxonalar hammasi 140 ming so'mdan bo'ldi. 140 ming so'mdan hamma narsa asosida bo'ldi. Usta, lisa, samarasi hammasi chiqadi. Ishlarni ko'rsatamiz. Bizlar baho berasiz. Endi option necha kvadrat bo'lyapti? Ta'zirada. Yangi chapasam qara jo'ra. Bu yangi chapasanda bo'ldi, qara mana bu. Har doim bu kirib boray, tepasiga ham bir qator prinsip berib beradi. Mana bu qara, o'zi bir shunday u tepaga prinsip qo'yilmas, oldingi fasonlarimizda. Bunda tepaga ham bir qator prinsip. Nima uchun? Vet bo'lish uchun. Mana bu shokoladni kelyapti-dagini, yana shokoladni prinsip bir tekis Ulanib ketyapti. Keyin qo'sh chiqib ketyapti. Juda ajoyib yangicha fasonda bo'ldi. Xo'sh. Yana bitta narsani aytib o'tib ketay, o'tkazinglar. Mana bu gipki kamin ham o'zimiz qilyapmiz-ku buni ham. Siroj jo'ramizda bu mana gipki kamin ham. Bularda ham to'liq hamma narsa. Gipki kaminni ham o'zimiz olganmiz. Mana yangicha fason gipki kamin. Gipka kamin. Gipki kamin, mana bular. Bular mana bu yerdan boya qo'yiladi. Versace Versace qo'yiladi. Bu yerdan bir qator juda ajoyib chiqadi. Hali bitgandan keyin yana bir bo'ladi. Mana bu juda yangicha fasanchada bo'lyapti. Gipki kaminni ko'pchiliklar so'rayapti. Gipki kamin juda chiroyli chiqadi. Gipki kamin bo'yicha muloqotga chiqaversangiz bemalol. Ekranda raqamlarga. Ham bu ham pakish bo'lyapti. Hamma narsasi ichida. Stop. Pilli hammasi. Ta shuvoqgacha ketyapti. Mana bu toshlarni ham mana qo'yib ketdi. Toshlargacha. Nariman. Mana bu toshlargacha. Yangicha fason bu ham yaxshi, shu fasoncha. Lekin o'zgarish har kelganimizda har bitta videomizda o'zgarish kiritilyapti. Sababi ustakalarimiz demak ideyasida. Mana. Mana. Endi darvozaxonani ko'rsataylik. Tez bor. Mana. Bu hali ber bityaptimi? Bitganini Hormaysiz ustaka. har doimgidek. Ajoyib fasoncha. Mana. Yangicha fasonchada bo'ldi. Ichkariga bu yangicha fason bo'ldi. Juda ajoyib fasonchada. Demak, ichkariga kirilyapti, ha? Ichkariga kirilyapti. Yangicha fasoncha. O'zimizning ideyamiz. Yangiliklar qilishga harakat qilamiz. Darvozaxona 8 ga 8 bo'lgani uchun o'rtada bitta korp berib berdik. Korp ikki tarafga sevitillik. Yangicha fasoncha mana bu o'rtada toshbaqachalar toza ko'p shokoladni bo'lmasligi uchun o'rtaga bitta yana bitta maloshni berib berdik o'tkazib. Demak, yanada chiroy ochilgan, nima qarang. Kichkina shokoladning ustiga yana maloshni qo'yilgan. Bu neodatiy chiqqan. Etaj ko'rinyapti. Juda chiroyli cho'tka fasonchada bo'ldi. Keyin akfan usti, ko'pchilik hozir akfa qilyapti-ku, akfan ustiga ham korp qilib berdik. Demak, nima bilan yopishni bilmay qolyapti ko'pchilik, nima qilishni bilmayapti. Mana korp qilib bersa ham bo'lagan mana. Akfan ustini korp qo'yilgan. Akfan ustini mana. Nima deb qo'yiladi? Mana bu. Teraska deyiladi, endi o'zimizda. Teraskaning ustiga ham mana kazura tushib, yana bu yoqqa chiqarib mana. Bu yer polni boyagi boral sorollar ko'rinib turadi-da. Evaziga polni tunuka bilan yopib, chiroyli bir ideya yaratib, chiroyli fasoncha qilib berdi. Mana polni vremenkani oldi. Kazirolar mana bunga. Oldi taraf mana korpli darvozadan keyin yana bitta narsa e'tibor qilaylik, jo'ra. Bitta narsa aytib o'tib ketdik. Ko'pchilik ustalarimiz bilmaydi mana. Darvozadan kelyapti palasi. Shokoladni palasi. Kelyapti. Korpga bir xil chiqyapti.
yana tepaga chiqib patologga bir xil liniya bir xil ketyapti. Demak, hozir mana shokoladli liniyamiz, ha? Ha. Uzuna bo'yiga bir qator bir tekisda ketyapti. Bir tekis ketyapti. Bu mashaqqatli ikkita, ishdir. uchta, to'rtta, даже 5 ta sinishyapti-da, to'g'rimi? 2, 3, 4, 5 ta 5 ta sinyapti. Bu mashaqqatli ishda jira. Buni hamma tarafini hisobini olib, bu narsani to'g'rilab, dakansa patologga ham to'g'rilab berish kerak. Даже Ha, mana shu kerak. Mana uni liniyachalar. mana akra e'tibor beramiz. Mana bu tomonda mana даже. Mana. Даже bu yoqqacha to'g'ri tushgan aka. Qoyilligi. Bu ham shunaqa tushgan. Bu ham ajoyib yangicha bo'lgan. Endi burchaklarni olib hali tugatgani yo'qmi? Mana tugatiladi. Yakin bo'ladimi? Burchaklar, ichki burchakcha. Bu ichki burchak ham juda ko'p mashaqqatli ishda. Ichki burchak aka, bu liniyalar. Hamma burchaklar bir xil chiqadi. Mana burchakchalar juda sinib kirib ketyapti. Juda neodatiy. Qancha chiqadi jira. Hammasi did bilan ishlanyapti. Chiroyli shakllar beriladi. Polni mana bu uyni oldi, polni kazdirib, mana shundayga tinikafon bo'lgan. Endi kvadrat qancha bo'ldi umumiy? Bu yerda jira joyda kvadrati 200 kvadrat, joyda kvadrati 200 kvadrat, 380 kvadrat tunika ketyapti polni. 380 kvadrat, demak umumiy ketayotgan tunik. Общий bu yerga 380 kvadrat tunika ketyapti. Polni qo'sh, mana bu korp hammasi ichiga kiradi. Joyda kvadrati 200, 198 kvadrat, 200 kvadratda 380 kvadrat tunika ketyapti. Tunikani kvadrati har doimgi aytganimizdek 110 ming so'mdan boshlanyapti. 150 minggacha. O'rtacha tunikadan bo'lgan bu 140 ming so'm. O'rtacha valna tashlamaydi, normalniy tunika. Yana bitta narsani aytib o'taylik. Bitta 1 kvadrat joyimizga necha kvadrat tunika ketadi? Endi u fasonga qarab. Fasonga, oddiy. Ko'pchilik ana savollar berilyapti-da. Ko'pchilik ana savol berilyapti. 1 kvadrat men joyim 100 kvadrat deyapti. 100 kvadrat joyga misol tunika qaytadi, bukiladi jira ko'rsatyapmiz. Etaj bo'ladi. Qancha fason murakkablashib ko'p qaytaversa, shuncha tunika ko'p ketaveradi. Qancha tunika kam bukilsa, shuncha tunika kam ketadi. Oddiylik bo'ladigan bo'lsa, ha, arzonroq bo'ladi. Tunika kamroq ketadi. Qancha ko'p qayrilsa, shuncha ko'p tunika ketadi. Mana akalar. Hozir bu katta qo'rg'onda Abbos akamiz uyda xonadonasi o'zi shu yerda internetdan bizlarni ko'rgan, topgan, mana chaqirdi. Abbos aka. Abbos akamiz. Abbos akam keldi. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Ekranda raqamlarga murojaat qilaveramiz. Hammaga. Akalar sog' bo'linglar. İkinci Abbas. Ukamizni mashinasi ham mana dastavkada. Mana hamma joyga borib kelyapti. O'zbekiston bo'ylab yuradi. Borib, mana otaxonlar masjiddan ketishyapti. Mana kelib kelganman endi Versace ochsin ekanda, mana bu вообще ular bo'libdi mana ekan. Chotki, buni o'zlari kommentariyada baho berasa kutamiz.